Uyg'ur masalasi yaqinqi mezgilda Yevropadagi davlatlar, bo'libmi Angliyada kun tartibdan tushmay kelayotgan masala bo'lib qoldi. Xitoydagi kishilik huquq masalasiga ta'sir ko'rsatish uchun izchil tirishib kelayotgan Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birligi bu jihatda o'z rolini aktivlik bilan joriy qildirmoqda. Yaqında Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birlikning Angliya parlamentidagi 46 nafar a'zosi birlashib, Angliya hukumatini darhol tadbir qo'llanib, Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda yurgizayotgan kishilik huquqni dafsanda qilish jinoyati uchun ularni javobgarlikka tortishga chaqirgan va Angliya hukumatiga bir yurish takliflarini sungan. Angliya hukumatiga sunilgan umumiy taklifda mundaq deyilgan: Angliya hukumati xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoy amaldorlari o'tkazgan xalqaro jinoyatlarni tekshirishni qo'llash kerak. Ikkinchidan, Xitoyning irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasiga xiloflik jinoyatini surishtirishi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini o'z ichiga olgan xalqaro sahnlardami harakat qilish kerak. Uchinchidan, mustaqil harakat qo'llanib, masalan, Angliya va Wales Oliy sudi yoki Uyg'ur sudi orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga dastlabki qadamda hukm chiqarish kerak. To'rtinchidan, ikki taraf va ko'p taraf munosabatlarda Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ma'qullangan insonlarni ijtimoiy jihatdan qiynashni cheklash ahdnomasi qatorliq kelishimnomalarga xiloflik qilayotganligini va buningga javobgarlik ekanligini aniq bildirish kerak. Kommunist Xitoy hokimiyatining necha 10 yillardan beri o'limga hukm qilingan mahbuslarning, Falun Gong muridlarining va yaqinqi yillarda lagerlarga solingan Uyg'urlarning ichki a'zolarini tirik turib sug'urib olish jinoyati o'tkazib kelayotganligi xalqaro kishilik huquq organlari tomonidan ayblanib kelayotgan edi. Yaqında Amerika Kengash palata a'zosi Tom Cotton, Kengash palata a'zolaridan Chris Smith, Tom Sozi qatorliqlar birlikda Xitoyning tirik mahbuslardan ichki a'zo yig'ilish jinoyatini to'sish uchun ichki a'zolarni majburiy ilib olishni to'xtatish qonun loyihasini e'lon qilgan. Tom Cotton to'g'ri betida mazkur qonun loyihasi haqida axborot e'lon qilgan bo'lib, uningda mundaq deyilgan: Ko'plagan isbotlar Xitoy Kompartiyasining mahbuslar va e'tiqodchi kishilarning ichki a'zolarini yig'ib olganligini ko'rsatmoqda. Bu qonun loyihasi shu jinoyatga qatnashgan Xitoy Kompartiyasi a'zolarini aniqlab bekitish va ularni jazolashga qaratildi. Xitoy hukumatining bunday qo'rqinchli jinoyatga hisob beradigan vaqti keldi. Amerika Kengash palata a'zosi Chris Smith mundaq degan: Ko'p yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi mahbuslar va osonliq millat kishilarining ichki a'zolarini setib yeb keldi. Bugun ular yanala ichki a'zo o'g'irligi va ichki a'zo savdosi qiladigan cho'ng tashkilotdir. Xitoy kommunistlari bu vahshiy qilmishining hisobini berish kerak. Amerikaning yuqori darajalik istixborot amaldorlari g'oyat zo'r texnika shirkatlarining Xitoy istixborot uchun sonliq ma'lumot analiz qilayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Tashqi siyosat jurnalida texnika katta boshlari Xitoyga josuslik qilishda muhim afzallik bilan ta'minlaydi nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Amerika davlatlik axborot boshqarmasining axborotga qarshi turish sho'basining boshlig'i William Ivanina qatorliq yuqori darajalik istixborot mutaxassislarining ko'z qarashlariga yer berilgan. Maqolada xususiy Xitoy shirkatlarining Xitoyning axborot mulozimati uchun o'g'irlangan sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilishga yordam berganligi va ularning sonliq ma'lumotlarini Xitoy bexatarlik va axborot organlari bilan o'rtoqlashganligi o'tirg'a qo'yilgan. Maqolada Xitoyning axborot va bexatarlik organlari Alibaba, Tencent, Baidu qatorliq xususiy shirkatlarni Amerikadan o'g'irlagan zo'r miqdordagi uchurlarni bartaraf qilish va tahlil qilishga buyurgan. Bu sonliq ma'lumotlar bir taraf qilingandan keyin darhol Xitoy organlariga qaytariladi deyildi. Xitoydagi eng chong elektronlik savdo shirkati Alibaba haqida monopolga qarshi tekshirish boshlandi. Alibabaning xo'jayini Ma Yunning 10-oyning 24 kuni pul muomala organlarini tanqidlashi diqqat tortgan edi. Pul muomala vaqt gezitining xabar qilishicha, Xitoydagi bozorni nazorat qilib boshqarish organi 24 dekabr Alibaba haqidagi ariza sababidan monopolga qarshi tekshirishni boshlagan. Xabarda bu tekshirishning Xitoydagi bir cho'ng texnika shirkatida ochilgan tunji monopolga qarshi tekshirish ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Bu uchur tarqalgandan keyin Hong Kong pay bozorida sotilgan Alibaba pay chekining qiymati 8% tuvanlagan. Xitoyning Wuhan virusiga qarshi Sinovac vaksinasini sinov qilish xizmati davomlashayotgan Braziliyada tadqiqotchilar tadqiqot natijasini muayyanlashtirish uchun qo'shimcha vaqt talab qilindi.
Amerika Valkosi gazetining xabar qilishicha, braziliyalik tadqiqotchilar Indoneziya va Turkiyadagi Sinovac vaksinasi sinov qilish natijasini turkumlab selishtirish uchun qo'shimcha 15 kun muhlat talab qilgan. Sinovac 3-chi bosqichliq sinovlarni tamomlagan tunji davlat Braziliyaning chorshanba kuni vaksinaning unumdorligini e'lon qiladiganligi mo'ljallangan edi. Lekin Braziliyaning San Paulodagi Sinovac vaksinasini tadqiq qilgan Butantan instituti vaksinaning Indoneziya va Turkiyada sinov jarayonining davomlashishi sababidan sonliq ma'lumotlarni o'rtaq bir shaklda analiz qilish uchun 15 kun talab qildi.